Televizor shuncha payt ko'rdingiz, lekin Samsungdagi ko'rsatganini ko'rdingizmi? To'g'risini ayting, hozir men sizga 55 dyumli 8-seriya Crystal UHD televizorini zo'r narxga ko'rsataman. Agar olmaydigan bo'lsangiz, prosta ko'rib qo'yavering. Oladigan bo'lsangiz, sizga zo'r narxga beraman aka. Bu televizor smart. Xohlagan narsangizni kechirib qo'ya olasiz. Bez antenna, bemalol o'zbek televideniyasini ham, xorij televideniyasini ham ko'ra olasiz. O'zida ikkita komplektda tun yeri chiqadi. Bemalol sim bilan ham ko'rsangiz bo'laveradi. Pulti ashim aqlli pult hisoblanadi. Juda ham kichkina, eng zo'r tarafi bu quyoshda ham zaryadga oladigan. Bunga batareya qilib o'tirmaysiz. Quyoshda ham zaryadga olib ishlayveradi. Dunyodagi eng tabiiy ko'rsatadigan televizor turi desam bemalol adashmagan bo'laman, chunki bu Samsung 8-seriyasi paketlari juda ham o'sib ketib qolgan. Bu televizorning har bir lampalari kristalniy bo'ladi. Oddiy shisha bo'lmaydi. Ramkalari ham ingichka, televizor o'zi ingichka. Agar devorga osadigan bo'lsangiz, mamancha bo'lib chiqib turmaydi. Kichkina bo'lib turadi. Oldindan aytib qo'ying, televizor Xitoyda emas, Vyetnamda ishlab chiqarilgan va O'zbekistonda ofitsialniy 2 yil kafolati bor. Televizor olib, baraka topib, otingga rahmat deyishingiz uchun mana shu televizorni sizga ko'rsataman aka. Xudo xolasa, meni ham duoda qoldiradigan televizor bo'ladi. Narxini aynan siz uchun $600 qilib beramiz. Bu 55 taliga. Agar kerak qiladigan bo'lsangiz, pastdagi nomerga telefon qilib, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. O'zbekiston ichida dastavkasi tekin ham qilib beraman mayli siz uchun. Aka, men ham duo olishni xohlayman. Siz ham yaxshi televizor olib ishlatishni xohlaysiz. Mana sizga original yangilarimiz.